Akmal aka, nimaga Nihal qulupnari juda ham shirin va ko'rinishi juda ham zo'r? Xo'p, birinchi o'rinda o'ylayman bu texnologiya sababli. Bilamiz, hozir zamon rivojlanib ketgan, hamma sohalarga texnologiya kirib borgan. Birinchi o'rinda o'sha aytganimdek eng katta sabab bu issiqxonamiz, 4-avlod texnologiya, Ispaniya texnologiyasi ishlatiladi. Bu yerda hamma jarayonlar raqamlashtirilgan. Hamma jarayonni raqamlar orqali ko'rib tursangiz bo'ladi, nima yaxshi, nima yomon, shunaqa qilib kontrol qilsangiz bo'ladi. Birinchi sabab shunaqa deb o'ylayman. Ikkinchi sabab bu yetarli mutaxassislar borligi deb o'ylayman. Har doim issiqxonamizga qaysi jarayonni to'g'irlash kerak bo'lsa, malakali, qimmat bo'lsa ham to'g'risini aytaman, bozorga qaraganda qimmat bo'lsa ham kerakli kadrlarni va malakali kadrlarni olib kelib ishlatamiz. Xo'p, uchinchi sabab Shohjahon aka, o'ylashimcha, xodimlarimizni ishga bo'lgan muhabbati. Ya'ni har bitta ishni muhabbat bilan, ixlos bilan qilamiz. Shu sababdan ham balki Alloh o'zi baraka beradi deb o'ylayman, yana bilmadim. Xo'p, mana ko'rdingiz, nima sababdan bizning qulupnaylarimiz sifatli va yaxshi degan narsaga bizning javobimiz bo'ldi. Siz bizning qulupnaylarimizga qanaqa baho berasiz? Kommentariyada yozib qoldiring.